Ersakka kelib qolishimni sababi ham shu krem bo'ladi-da. Massajniy krem. Men mana shuni birinchi olgan tovarim shu bo'lgan. Shuni podarkasiga bitta shampun bo'lgan. Shampunini ham ishlatib ko'rganman. Shu kremni ishlatganimdan keyin уже menda boshqacha nima bo'lganda, mo'jizaga kirib qolganday bo'lganman, sevib qolganman ersakni o'zi. Shuni siypadim. Shundan keyin boshqa kremlariniga ham qiziqdim, qanaqa ekan deb. Har bir olgan tovarim уже olganim sari o'zimda Elizat tinmay eshitardim-da голосini-chi. Shu qizni ko'rish ham orzuyim edi. Голосlarini eshitib turib, nimaga desa, o'rtoqlarimga ham meniki sen nima qo'yyapsan desa, zo'r narsa topib oldim. Kuching yetsa senga ham beraman desam qiziqishardi-da. Sen olganni biz ololmaymizmi deb turib qiziqib, keyin men o'rtoqlarimdan boshladim продажani. O'rtoqlarim ham oldi. O'rtoqlarim